Biz Buxara viloyat Shabrkan tumanida yashaymiz. Shuruq avlunda. Shuruq avli bir eskidan 100 yildan burun o'tib ketgan. Eskida biz endi Sharaxulbay o'sha yerda jasagan, o'sha yerda turgan deb aytiladi. O'sib o'tiramizda bu yerda Sharaxulbayning joyi u yerda Do'mbeshik deydi. Sharaxulbay endi o'ta ketgan boy, moli ko'p, narsasi ko'p. Sharaxul atı bilan boy bo'lib, itlerini atalaga qaynatib, itlerini atalaga altın qo'shib beradi ekan deb eshitganmiz. Kelajakda kelib Sayaz misol tuzilib, boshqa tuzilib, Sharaxulbayning moli jing'ilda savxozlana tarqatilib bergan deb aytiladi. Spuyet punkt bo'lgan, mektep solingan, 8 yillik mektep bo'lgan, avval 4 yillik bo'lgan, avval uyda borib o'qitgan uylarda muallimlar. Ondan keyin ulkan mektep solinib, hozir endi 11 yillik mektebimiz bor o'rtamizda. 50 dan ortiq xo'jaligimiz bor edi. Endi mustaqil bunday bo'lgandan keyin, ko'shuv qo'nu bo'lgandan keyin bir 17-18 xo'jaligimiz Qozog'istonga ko'chib ketdi. Qolganimiz jasab o'tiribmiz. Allohga shukr, yaxshi. Bit punktimiz bor, balabaqsha bor, mektep bor, asfalt kelgan. Hozirgi ahvolimiz aslında o'zining sharva bilan shug'ullanadi. Sharvasi bor, qaysisining shirkatdan bor mol, o'zining jeki menshik 10-15-30 shekanisi bor. O'rtamizda mektep deydi narsalar endi tirligi sharva. Bu yerda shirin suv, endi shuruq deb aytilgan. Shuruq degan aytilgan so'z shuruq teshik suv bor degan maqsadda aytilgan. Endi qudug'imiz ko'p, shashma suv ag'ib o'tiribdi 4 metr, 5 metrdan. Bari shirin suv, shirin suv. Ag'ib o'tir. Shuruq deb so'zini aytilgan. Bu yerda o'sha aynalamni uyda aynalasida 4-5 quduq bor. Berinde suv var. Su meselesi o'ta yaxshi. Havası tağdan havası, tağdan domalab kelib salqin, svejiy havo o'ta yaxshi. Başka gaz yok, zavod yok, narsa yok, hech qanday toza, tinch havası. Bir-birimen aqldığı siz bizdik, siylastik, ozbishlik bor. To'y merakada misoli bir taziya-paziyada bari jinoalib kelib uyimdasi palin qilib, to'yin qilib degan maqsad bilan aytib birlashib жұмыс olib boriladi barida. Yaxshi tirliklari bir-birini uyimdasib siz bizda siylasib yaxshi. Birovning to'yi bo'lsa jumla borib, so'ning xizmatini qilib to'yini atqaruvdi.